Assalomu alaykum. Kanalimizga obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun 8-mart, hamma ayol qizlar bayramini tabriklayman. Navbatdagi Spark mashina bor ekan. Beruniy tumanida sotiladi o'n. Buni egasiga tez sotuvimiz kerak edi. Bu mashina egalaridan bu mo'ykam qilinmagan turgan mashina. Bunda taksichilik etib boshqa etilmagan. Spark. Bir qator qisqacha obzor qilib o'tamiz. Balonlari o'rtacha holatda. Açıverasizmi? Nechanchi yil? 2013. 2013. Yurgan praviga? Sakson ikki mingmi? Bunday yurgan. Shunday salonlar polik chexollari bor ekan. Mashinada. Ha? Ha, kraska yo'q, lekin mayda-chuyda bor deydi. Unday strashniy urilib yotgan yerlar yo'q. Mayda-chuyda bor. Orqangi stoplar ishlangan, qaraytirilib. Shunday mayda-chuyda ish bor ekan lekin. Hürmetcan kötü olsun de. Arkan kısımları. Metanı var. Metan da ya brat. Metan 65'lik var. Pulundan kesek, pulu 55 milyon so'm deydi. Üstündeki gelişlerimiz deydi. Pasta telefon numaralarini qoldiramiz. Egasinin WhatsApp, Telegram hammasi bor. Bemalol bog'lanasizlar. Mashinamiz Beruniy tumanida turibdi. Kelib ko'rib ustalarimiz bilan bemalol